Praktikada ko'p bo'lib turadi mana shunaqa holat. Ma'lumot o'rnini bermoqchiman. Bu hamma ko'rsin, hamma biladigan oltin gurt serniy probka quloqda ajraladi himoya funksiyasi uchun. Chunki insoniyat turli joylarda yashab kelgan va yashaydi. Bu hasharotlar kirgizmaslik uchun himoya xizmat qiladi. Endi ba'zi insonlarda bu quyuqroq, suyuqroq bo'ladi yoki qattiq bo'ladi yoki quloqda anatomiyasi har xil bo'lib, o'zi chiqib ketmaydi, to'planib qoladi. Ko'pchilik insonlar bir uxachiska bor-ku, paxtali tayoqcha. Shu bilan tozalayman, ichkariga tiqib yuborishadi. Mana uxachiskani o'rni shunda turibdi mana bu yerda. Aksincha undan lord olish qiyin bo'ladi, ish ko'payadi. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa tozalaymiz? Lord tozalaydi, uni uy sharoitida tozalab bo'lmaydi hech qachon. Chunki bu yerda juda nozik a'zo, nog'ora parda bor. Keyin oltin gurtni uyda tozalab bo'lmaydi. Turli xil internetda chiqadigan narsalarga ishonish tavsiya qilmayman. Kelsa yoki atsos bilan quruq usulda tortsa bo'ladi, yoki zichroq bo'ladigan bo'lsa, biroz yumshatib, eritib, yuvib tozalab olinadi an'anaviy usulda. Shu narsa praktikada ko'p bo'lib turadi. Ko'pchilik o'zi tozalayman, orqaga itarib keladi. Shuni ma'lumot o'rnida aytib qo'yadi. Rahmat.